turlaridan Запись boshlar ekansizlar-ku. Mana endi ketyapti. hozirgi kunda mana shu GPSni, ya'ni qanday asboblardan foydalanadi? Ya'ni biz yuqorida barcha mamlakatlarda, boshqa chet davlatlarda GPSning qanday turlaridan foydalanishini atab o'tdik. Hozir Rossiyada GLONASSda, Yevropada Galileo, AQShda esa Navstar, ya'ni GPS turlaridan keng foydalanadi. Ya'ni GPSning qanday asbob ekanligini ham bilib oldik. GPS buni Global Position System, ya'ni global joylashuvni aniqlash tizimi. Biz o'rganayotgan shu kuzatish obyekti bo'lgan shu obyektni, ya'ni fazoviy holatini, ya'ni shu haqidagi ma'lumotlarni, ya'ni olar ekanmiz mana shu GPS asboblari yordamida. Endi mana shu slaydda, ya'ni shu hozirgi kundagi O'zbekistondagi GPS asbobi turlaridan hozirgi kunda qaysi turlari, ya'ni qanday turlari foydalanadi degan, ya'ni qaysi bir GPSni turi, ya'ni GPSni asbobi qulay hozirgi kunda. Bu internet ma'lumotlardan olingan, ya'ni hozirgi kunda biz o'z mamlakatimizdagi, o'zimizning respublikamizdagi foydalanadigan GPS navigator turlari bu Maps.me, Waze, Navigator, Google Maps, Yandex navigatori hamma biladi. Garmin singari bir qancha slaydda ko'rsatib turgandek, mana shunday GPS turlaridan foydalanadi. Hozir mana shu GPS bo'yicha hozirgi kunda mana Garmin degan turi, hozir ko'rib turibsiz, O'zbekistondagi foydalanadigan asboblarning biri hisoblanadi. Orada mana buni aylantirib turasizmi? Hozir siz o'z slaydingiz bilan ko'rsatyapsiz. Kelgan joyimizga to'xtalamiz. Endi qo'limdagi bu GPS asbobni ko'rib turibmiz. Bu Garmin asbobi, ya'ni Garmin GPS asbobi. Mana shu GPSlardan biz foydalanib, hozirgi kunda biz mamlakatimizda shu GPSdan foydalangan holda, ya'ni shu joylashishni aniqlash, ya'ni amalga oshirmoqdamiz hozirgi kunda. Bu slaydda ham, ya'ni qanday turlari bor ekanligi ko'rsatilgan. Bu yerdagi shu Maps.me mana yuqoridagi atab o'tgan, ya'ni shu o'zi bizni mamlakatimizdagi ko'p foydalanadigan, ya'ni GPS turlaridan mana ko'rsatilgan rasmlari. Navigator, Garmin, Yandex navigatorlari. Mana shu slaydda ko'rib turganingizdek, shu GPS asbob turlaridan foydalanadi hozirgi kunda. Endi bu asboblar mana ko'rsatdim, Garmin asbobi GPS qabul qiluvchi qurilmalarning biri hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, bu ya'ni shu joylashuv obyektini, ya'ni shu o'rganilayotgan, ya'ni kuzatish obyektini, ya'ni fazoviy holatini, ya'ni parametrlarni aniqlash uchun foydalanamiz. Mana shu GPS asboblaridan. Endi bu GPS asboblaridagi shu nuqtalar, albatta bu joylashuv o'rinlari, ya'ni koordinatalari ko'rib turibsiz rasmda slaydda. Mana shunday qilib, ya'ni shu koordinatalarni biz aniqlab olishimiz mumkin. Endi bugungi o'zi mavzuda shu GPS asbobi yordamida geografik koordinatalarni aniqlashni o'rganish va tezkor usulda tuproqning namligini va pH'ini aniqlash. Endi tuproqning namligi va pH'ini aniqlashga, ya'ni o'tamiz. Endi bu hozirgi kunda dala maydonida, ya'ni dala sharoitida tezkor usulda qanday aniqlashning turlari bor yoki bo'lmasa usullari bor deganda, biz hozirgi kunda juda ko'p bir qancha asbob uskunalardan foydalanamiz. Asosan biz shu mutaxassisligimiz bo'yicha, ya'ni shu qishloq xo'jaligida, shu tuproqshunoslik sohasida biz kombi 5000 masalan, ya'ni aytganda shu tuproqning pH'ini aniqlash. Bu faqatgina pH, balki pastdagi mana shu nimalarni ham aniqlashga bag'ishlangan, ya'ni tuproqning kislotaligi, elektroo'tkazuvchanligi, tuz faolligi, tuproqning harorati, ya'ni temperaturasi, tuproqning namligi, mana shu belgilarni biz tuproqlarda aniqlashimiz mumkin. Bu yerda asbobni ham olib kelganman. Mana kombi 5000 asbobi bu o'zimizda ham bor. Bemalol shu hozirgi kunda qishloq xo'jalikda shu barcha sohalarda biz foydalanib kelinadi shu asbobdan. Endi bu kombi 5000 ga bu yerda rasmlar ham bor. Taqdimotda mana kombi 5000 bu
monitori yuqorida kichkina monitorda biz yuqoridagi tuproqdagi ko'rsatkichlar, yuqoridagi qanday ko'rsatkichlarni aytdik hozir? Tuproqning kislotaligini aytdik, tuproqning namligini aytdik, tuproqning harorati, ya'ni temperaturasini aytdik. Mana shu belgilarni bu shu apparatda, ya'ni shu aniqlashimiz mumkin, kombi apparatida. Hozir endi biz buni ulagan vaqtimizda dala maydoniga boramiz. Dala maydoniga borgan vaqtimizda albatta bu tezkor usulda, ya'ni dala maydonida yurib shu tuproqning shu yuqoridagi atab o'tgan belgilarini aniqlashimiz mumkin. Mana o'zini datchiklarini, ya'ni ular moslamalarni ulab ko'rib turganingizdek rasmdagi tuproqning yuzasiga, ya'ni shu yuqori yuzasiga qatlamiga kirgizib, biz tuproqdagi namlikni, temperaturasini, haroratini, ya'ni aytganda elektr o'tkazuvchanligini, pH'ini aniqlashimiz mumkin. Endi bundan boshqada faqatgina bu kombi 5000 dan boshqada bor. Masalan, albatta bu bilan chegaralanmasdan, masalan, soil tester degan turlar bor. Hozir keyingi slaydlarda bor. Endi hozir ketma-ketlikda ko'rsataman. Soil tester bu ham shu tuproqning pH'ini aniqlash uchun, ya'ni foydalanamiz bu asbobdan. Nafaqat bu ham pH'ni, balki issiqligini, namligini, temperaturasini va pH'ini aniqlash uchun mana shunday asboblardan foydalanamiz. Ya'ni bunga mavzumiz ham shu dala maydonida, ya'ni tezkor usulda tuproqning pH'ini, namligini, ya'ni aniqlashida, to'g'rimi? Hozir endi biz pH'ni aniqlash, namligini aniqlashni qanday asboblardan foydalanish bo'yicha hozir mana slayddan ko'rib turibsiz. Keyingi slaydlarda ham bor, mana soil testerning bir qancha, ya'ni turlari bor. Faqatgina bitta tur emas, har xil turlari bor. Uning rangi, masalan, tuproqning pH'ini aniqlaganda ham rangi, ya'ni shu rangi bilan ajratib, ya'ni shu strelkalari tuproqga, masalan, shu tuproq yuzasiga kirgizganimizda, uni shu strelka yordamida uni pH'ni, ya'ni muhitni bilib olishimiz mumkin. pH nima ekanligini bilamiz, pH nima edi o'zi? Endi bu ekin maydonlarida tuproqning kislotaligi yoki bo'lmasa ishqoriyligi, ya'ni shu tuproqni, ya'ni muhitini belgilovchi nima ko'rsatkich hisoblanadi, qiymat hisoblanadi. Endi bu tuproq buning uchun masalan biz shu dala maydoniga borib, ya'ni shu pH'ni to'g'ridan-to'g'ri yuqoridagi asboblar yordamida foydalanib biz tekshirishni amalga oshirishimiz mumkin. Endi uni laboratoriyaga olib kelib ham tuproqning eritmalarini tayyorlab, shu tuproqning eritmasida ham biz pH'ni aniqlashimiz mumkin. Yuqoridagi rasmda bu tuproqning eritmasidagi shu pH'ni aniqlashni ko'rsatib turibdi. Ya'ni aytganda shu tuproqda, ya'ni shu tuproqda o'sadigan barcha o'simliklar, ya'ni muhitini tekshiryapti. Ya'ni qanday vaziyatda yoki bo'lmasa qanday muhitda bo'lganda o'simliklar yaxshi rivojlanadi. Bu muhit yaxshi bo'lganda, normal bo'lganda, neytral bo'lganda o'simliklar yaxshi rivojlanadi, to'g'rimi? Neytral holatda bo'lganda, ya'ni pH'ning qiymati 5 ta 5, 6 ta 5, 7 ta o'rtasidagi, ya'ni bo'lishi kerak. Ya'ni bu nima degani? 5 ta 5, 6 ta 5 deganlar. Bu mana ko'rib turganingizdek, pH'ni belgilovchi yoki bo'lmasa pH'ni aniqlovchi, ya'ni shkala, bu shkalada 14 raqamli shkala bergan bu yerda. Bu yerda shu ko'rinib turibdi, raqamlarda har xil ranglari bor. Ranglarga qarab biz bu tuproqning shu muhitning ishqoriyligi yoki bo'lmasa kislotaligini yoki bo'lmasa neytral ekanligini biz bilishimiz mumkin, ya'ni aniqlashimiz mumkin. Endi bu 14 raqamli shkala bo'yicha aniqlanadigan bo'lsa, pH'ni 1 dan 7 ga qadar bo'lgan oraliq, ya'ni mana shu oraliqni ko'rsatiladigan bo'lsa, tuproqimizning pH qiymati, ya'ni muhitimiz kislotali bo'ladi, to'g'rimi? Yoki kislotali. Agar 7 ko'rsatkichni ko'rsatsa, bu ko'rsatkich neytral holatda, ya'ni normal holatida bo'ladi. Endi 7 dan yuqori, ya'ni 14 raqamga qadarki bo'lgan ko'rsatkichni bersa, tuproqning pH ko'rsatkichi, ya'ni qiymati ishqor, ya'ni ishqorli bo'ladi. Endi bu yuqorida atab o'tdik, biz neytral holatda, ya'ni normal holatida bo'lgan vaqtda o'simliklar bemalol mana shu tuproqlarda nima qiladi? Yaxshi rivojlanadi. O'ziga kerakli bo'lgan barcha oziqa moddalarni oladi. Endi bu yuqoridagi shu asbobimiz mana shu ranglari, e'tibor bergan bo'lsangiz, ranglari ham shu monitorida
ko'rsatilgan. Shu ranglardagi shu ko'rsatishga qarab biz shu tuproqning yuzasiga mana shu datchiklarni solganimizda, tuproqning yuzasiga kirgizganimizda shu strelka qaysi rangda, shu qaysi rang to'g'risida tursa, mana shu rangdagi biz shu tuproqning neytralligi yoki kislotaligini bilishimiz mumkin. Endi pH haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Endi bu pHni yuqorida ko'rsatib o'tgan barcha shu tekshirilgan mahsulotlar bular shunga bag'ishlangan. Endi tuproqning namligini, haroratini va elektr o'tkazuvchanligini tekshirish. Ya'ni aniqlash, bu ham shu dala sharoitida tezkor usulda aniqlash. Endi bu bo'yicha ham bu namlikni va haroratni va elektr o'tkazuvchanligi bo'yicha ham mana shu yerda asbobimiz bor. Bu asbobni slaydda ham ko'rib turibsiz. Qanday asbob ekan? TDL 150 uskunasi. Bu uskunasi mana bu ko'rib turganingizdek, hozirgi kunda biz mana shu ulardan foydalanamiz. Albatta dala sharoitida, ya'ni dala maydoniga borib, tezkor usulda shu tuproqning namligini, haroratini va elektron o'tkazuvchanligini aniqlaymiz dala sharoitida. Endi biz buni ko'rib turgan qo'limdagi bu moslamani, ya'ni bu datchiklarni tuproqning yuzasiga 5 sm, 10 va 20 sm qalinlikdagi tuproqning qatlamiga, ya'ni qatlam yuqori yuzasiga kirgizib 15 daqiqadan keyin, ya'ni buni ko'rsatkichini biz olamiz. Bu monitorida esa shu yuqoridagi atab o'tgan barcha ko'rsatkichlar ko'rsatiladi. Ya'ni tuproqning namligi, tuproqning elektron o'tkazuvchanligi, temperaturasi, ya'ni harorati mana shu belgilarni ko'rsatadi. Bu moslamalardan hozirgi kunda biz keng foydalanamiz. Moslamaning nomi qanday ekan? TDL uskunasi. Mana shu uskunadan biz keng foydalanamiz. Endi bu moslamalarning nomini, uskunalarning nomini yaxshilab eslab qolishga harakat qilamiz. Sababi shu darsning oxirida topshiriqlar bor. Shu topshiriqlar bo'yicha bajaramiz. Endi tuproqni sho'rlanganligini tekshirish. Bu ham bor edi. Bizning mavzumizda pHni aniqlash, namlikni aniqlash va sho'rlanganligini aniqlash. Endi bu tuproqning sho'rlanganligini aniqlashda biz hozirgi kunda keng foydalanadigan asboblarimizdan biri bu M38 asbob hisoblanadi. M38 asbobi rasmda ko'rib turganingizdek, ya'ni bemalol bir odam bemalol ixcham ko'tarishga bu uncha og'ir emas. Bemalol bir odam ko'tarish mumkin. Bu o'lchovni o'tkazish uchun bu qurilmadan shu o'rganilayotgan maydonga, ya'ni o'rganilayotgan yerning yuzasiga biz ushlab turib, darhol shu natijalarni, shu monitori bor, buni ham ulanadigan shu monitorda shu natijalari, ya'ni ko'rsatkichlari ko'rsatilgandan keyin biz uni ya'ni saqlash uchun, ya'ni o'zimizga shu avtomatik ravishda saqlab qolamiz. Shu ma'lumot avtomatik ravishda saqlab qolinadi. Endi bu M38 asbobi, uni qurilmasi mana shunday ko'tarishga qulay qulay. Bemalol yuqorida atab o'tdik, bir odam bemalol ko'tarib, shu maydonga, dala maydoniga olib chiqib, dala maydonida shu tuproqning sho'rlanganligini, ya'ni shu 1 metr shu yerdagi shu tuproqni, ya'ni sho'rlanish darajasini ko'rsatib beruvchi uskuna ekan. Nomi qanday ekan? M38 qurilmasi. Endi hozirgi kunda bu M38 uskunasining bir qancha turlari bor. M38, M38DD, M38 MK2, SM138 singari bir qancha tuproqning sho'rlanishini aniqlaydigan mana shunday M38 ning bir qancha turlari mavjud ekan. Endi biz bugungi mavzu bo'yicha shu dala maydonida tezkor usulda tuproqning pHni aniqlashni, namligini aniqlashni va harorati, elektron o'tkazuvchanligi va sho'rlanishni aniqlashni o'rgandik. To'g'rimi? Endi bungi mavzu bo'yicha ya'ni shu GPS asbobi bo'yicha aytdik, shu pH bo'yicha aytdik, sho'rlanganlik bo'yicha aytdik, ya'ni qanday qilib sho'rlanishni aniqlash bo'yicha tezkor usulda. Mavzu bo'yicha tushunmagan savollar bormi hozir? Qaysi bir reja asosida tayyorlangan bu slayddagi ma'lumotlarga tushunmadim. Qaysi slayddagi mavzu?
Onun dersimi. O'chab turganimizda shahar qurilma o'chab turganimizda bitta maydon bo'lsa, bitta dala maydonda oladigan bo'lsak, to'rtta qismini keyin Yo'lini ochib berishdi, aytdim. Moskvada qo'ygan joyi bor-ku. Bilmayman. o'chab turganimizda bitta maydonni masalan bittasida suv ko'proq borgan bo'lishi mumkin, ariqlarda nimani bo'yda bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'rtta qismini olib o'rtachasini olamiz. Endi biz masalan to'g'ri siz har shu dala maydoniga borgan vaqtingizda har bir faqat bitta yerdan olamizmi deyapsiz. Bitta maydondan bitta yerdan. Bitta yerda emas, har yerda masalan olib ko'rishimiz mumkin. Masalan aytaylik, bu asbobimiz nima edi? TDR 150 uskunasi. Buni shu dala maydoniga olib chiqqan vaqtimizda tuproqning namligini, ya'ni haroratini va elektron o'tkazuvchanligini tekshirib ko'ramiz. Buni aytdik, shu masalan tuproqni shu qatlamga yuzasiga cho'kib keyin 15 daqiqadan keyin buni shu chiqarilgan ma'lumotlarni biz yozib olamiz. Endi albatta dala maydoniga borgan vaqtimizda dala daftari jurnali bo'ladi. Albatta mana shu o'rganilayotgan maydonni, tuproqni, shu o'rganilayotgan yerni shu qaysi joyidan shu qaysi joydan tekshirganimizni yozib boramiz albatta. Endi faqatgina bu bitta joydan emas, mana shu maydonning bir nechta joyidan tekshirib, bir nechta joyidagi shu ma'lumotlarni yozib, albatta shu o'rtachasini olamiz. Endi bu har tekshirganimizda har bir nuqtasi birdek ma'lumot chiqmaydi albatta. Birdek bo'lishi ham mumkin endi. Bu tuproqning shu xususiyatlariga, siz aytgandek shu namlik bo'lishi mumkin deyapsiz. Har xil narsaga bir tomon zo'r yo'l bo'lishi mumkin, bir tomon asfalt yo'l bo'lishi mumkin, bir tomon. Endi albatta shu har bitta ma'lumot chiqmaydi, albatta bitta ko'rsatma harorati yoki masalan shu namlik bo'yicha ko'rsatkichni bermaydi albatta. Har bir shu o'lchagan, shu har bir tekshirib ko'rgan joyimizni yozib boramiz daftar jurnalimizga. Bu bo'yicha ma'lumotlar biladimi? Bir yillik shu ma'lumotni. Endi bu ma'lumotlar albatta kelgandan keyin o'rganiladi, shu nimaga kelib solishtiriladi. Bu faqatgina bu masalan pHni shu namlikni aniqlab bo'lgandan keyin faqat bu uskunani shu bergan ma'lumotiga cheklanib qo'ymasdan shu tuproq, shu maydondagi tuproqlarni ham namunalarni olib kelib, shu namunalardan tuproqni shu suvli eritmalarni tayyorlab, yuqorida aytdik, pHni tekshirgan vaqtda masalan shu laboratoriyaga olib kelib ham ularni tekshirib, ularni ham xulosasiga qaraymiz albatta. Faqatgina shu bitta shu tekshirgan shu uskunani chiqargan ma'lumotiga qolmasa albatta. Laboratoriyaga olib kelib, shu tuproqning namunalarini ham tekshirib qo'yishimiz mumkin. Yana qaysi GPS ga tushundik, yana qaysi slaydlarga tushunardik? Tushunarli? Boshqa? Qizlar, yigitlar. Ana shu muhitlarga asoslanganmi? Bu endi GPS bu ikkita slaydda bitta ma'noda, ya'ni shu GPS asbobi yordamida shu olingan, ya'ni koordinatalar. Ya'ni bu ham shu bizni bugungi shu mavzudagi yuqori birinchi shu GPS haqida, GPS asbobi yordamidan foydalanib, shu koordinatalarni aniqlash bo'yicha bilimga bu shu GPS asbobi yordamida olingan, ya'ni koordinatalar, ya'ni nuqtalar, o'rinlar. Biz birinchi mavzuda bu mashg'ulotni birinchi mavzuda aytdik, shu tuproq kesmalarini dala maydonida qanday qilib olamiz, ya'ni qanday qilib kovlashimiz bo'yicha tuproq kesmalari. Ya'ni shu biz tuproq kesmalarini, ya'ni shu joylashgan o'rnini, ya'ni koordinatalari bu GPS asbobi yordamida olingan, ya'ni aniqlangan rasm bu yerda. Bu olingan, bu ham shu GPS asbobi yordamida o'rganilgan shu joylarni nimalari, koordinatalar, belgilari. Bu ham shu kesmalarning, ya'ni shu joylashish o'rinlarini, ya'ni koordinatalarini aniqlagan rasm bu yerda. Hozir bu rasmdan o'tib ketdik, Boshqa yana qanday? Bo'ldimi? Savollar bormi yigitlarda?
Savollar yo'q. Xo'p, mayli, yuqoridagi barcha atab o'tgan shu uskunalar bo'yicha, ya'ni asboblar bo'yicha nomlarni eslab qoldik. Hozir bu yerda men shu yuqoridagi slaydlarda ko'rsatilgan asboblarning uskunalarni rasmini olib kelganman, lekin nomlari ko'rsatilmagan. Hozir shu rasmlardagi ko'rib turgan uskunalarning, ya'ni nomlari esingizda qolgan bo'lsa, bemalol aytsangiz bo'ladi. Bitta turib, o'rningizdan bu qanday asbob, ya'ni nimani aniqlaydi, shuni aytsangiz bo'ladi. Kim aytadi? Qaysi rasmni? Qanaqa? Bu TDR 150 uskunasi. Aha. Bu nimani aniqlaydi? Elektrod qazilchaligi, To'g'ri. Keyin rasmlar sho'rlanishni aniqlaydigan asbob. uni ichiga har bir qo'yiladi. Yana qaysi rasm qoldi? Mana bu rasm. So'yil. Aha, so'yil. do'sti. Yo'q. Hashni aniqlaydi, to'g'ri. Hashni aniqlaydigan asboblar, ya'ni so'yil testi. To'g'rimi? Slaydda ham bor edi-ku, har xil rasmlarni ko'rsatgan so'yil testi. Yana qaysi qoldi? 15 ming, ha? Aniqlaymiz 15 mingda? 15 ming. Unda ham elektrod qazilchaligi. Aha. Biroq nomligini. Aha, to'g'ri. Bir qancha xususiyatlari bor edi. Quroqma tarkibidagi kislotalikni, namlikni, haroratni, pHni aniqlaydigan asbobni. Yana qaysi qoldi? Bu qoldi. Ikkitasi qoldi. GPS. Qanday GPS-ning qaysi turlari bu? Yo'q, rasmda aytgan. Slaydda aytib-ku. Aha, to'g'ri aytyapsiz. Garmin, yana Navidia va Garmin. Bu GPS turlari hozir foydalanamizmi biz? Mana GPS'ni Garmin turini ham sizlarga ko'rsatib-ku birinchi mana GPS haqida aytgan vaqtda GPS asbobi yordamida aniqlash bo'yicha. Garmin. Bular shu yana bu rasm qoldi. Buchi? Koordinatalar. Aha, koordinatalar. Qo'yilgan xaritasi. GPS yordamida aniqlangan koordinatalar rasmi. Endi mayli, xo'p, uskunalarning nomi esingizda qoldi. Bu tarafda bitta topshiriq bor. Bu topshiriq nomi to'g'ri yoki noto'g'ri. To'g'ri yoki noto'g'ri topshirig'i yuqoridagi berilgan ma'lumotlar bor. Mana shu ma'lumotlar to'g'rimi yoki noto'g'rimi o'shani belgilab olamiz hozir. Agar to'g'ri bo'lsa, to'g'ri bitachkisini qo'yamiz, noto'g'ri bo'lsa, so'roq belgisini qo'yamiz. Kim chiqadi qani? Yigitlarimiz aktiv bo'laylik. Yigitlar, keling. Keling. Qaysi biringiz chiqasiz? Ha, bilganingizni. Keling. Uchkaman. Olmaslik bo'lsa bo'laman, shu bitta bo'lmaslik. M38 qurilmasi Zichligini emas, uni temperaturasini, zichligini, haroratini, sho'rlanganligini, namligini, keyin pHni faqat sho'rlangan. M38 sho'rlanganini. Aha, to'g'ri. Keling, yana qaysi? To'g'rimi? O'qingchi. Yevropada sun'iy yo'llar tizimi mavjud. Mavjudmi? Aha, mavjud. Biz yuqorida GPS asbobi yordamida shu GPSni qaysi mamlakatlarda uni qanday turlari bor ekanligi bo'yicha atab o'tdik, to'g'rimi? Bu ma'lumot to'g'ri ekan, aha. Keyingisiga keling. GPS ya'ni Global Position System. To'g'rimi? To'g'ri. Qaysi bir turini aytdik biz? Birinchi 1989-yildan boshlab 1994-yilga qadar mana shu sun'iy yo'ldosh tizimini o'rnatgan. Qaysi sun'iy yo'ldosh tizimi edi? Slaydda ham ko'rdik, Qaysi? Qaysi turi?
Endi GPSni qaysi turi? GPS asbobining qaysi turi? Masalan, Yevropada Galileo deyapmiz, ha? AQShda esa sizda qoldimi? Hozir slaydda ham ko'rdik-ku. Sizda qolmadimi? Kim esida qoldi? Navstar GPS turini AQSh mamlakatida foydalanadi. Keyingisiga chiqadi. GPS bu global joylashishni aniqlash tizimi. to'g'ri. To'g'rimi? Keyingisi. Yigitlar chiqinglar. Keling. Orqadagi yigitlar keling. Siz keling. Keling. Nechta qoldi? 2 ta, 3 ta, 4 ta qoldi. O'zi har bitta talabaga bittasini qilishim kerak. Hozir bu yerda 9 ta, 10 ta ma'lumot bor. Birovlarligini haroratini Elektron o'tkazuvchanlikni aniqlaydigan asbob. Bu eksik karta. yo'q. Noto'g'rimi? Mayli, X bo'lsa ham bo'ladi, so'roq belgisi bo'ladi. Aha. To'g'risi qaysi? To'g'ri javob? Ha? Kombi? Ha, TDD Brezilya M38. TH. TDR Brezillik bu siz aytgan shu tuproqni namligini, haroratini, elektron o'tkazuvchanligini aniqlaydi. To'g'rimi? Aha. Yana? Kelyapti tez. Yigitlarimiz keling. Keling siz chiqing. Oxirgi savolimiz GPSning oxirgi ishga tushirilishi 2005-yilda bo'lib o'tgan. Bu xato anaqa. Chunki hozirgacha qo'llanib kelinadi. Bu xato. Xato. To'g'rimi? Yana ikkita qoldi. Rossiyada GLONASS Global Navigation Satellite System. Bu nima bu? Bu nima deyapti? Ya bor deganimi, yo'q deganimi nima? To'g'rimi bu nima? Savol. Rossiyada GLONASS ishlatiladimi? To'g'ri. Yana bitta qoldi. Yana. Keling, siz keling. Siz keling. To'g'ri raqam 500 tuproqning kislotali 5000 5000 ya'ni tuproqning kislotali pH-ni aniqlaydi. Nechta noto'g'ri javob bor ekan? 3ta. Aha, bugungi mavzuga doir berilgan ma'lumotlar ichidagi shu to'g'riligi yoki xatoligi aytilgan bu topshiriqda. Aha, topshiriq yaxshi bajarildi, ha? Endi yana boshqa tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol. Bugungi mavzu bo'yicha ma'lumotlar berildi, ha? Savol-javoblarga o'tsak bo'ladi bunda. Topshiriqlar berildi. M38 bor. Hozir olib kelay desam, shu boshqa o'qituvchini ham, domlani mana shu mavzusidagi bugungi dars ekan, shuning uchun men olib kela olmadim, lekin bor hozirgi kunda u foydalanilmoqda.
Moddalar bor. Har xil moddalar bor. Qaysilarni aniqlash bo'lsa, Monitori bo'ladi. Mana shu monitorda shu tuproqni namlik ko'rsatkichini aniqlaydigan monitori bo'ladi. Bu bir odam bemalol ko'tarib yurish mumkin. Ko'rdigan slaydda rasm. Shu olib kelolmadim, sababi shu boshqa o'qituvchini darsi bo'lganligi sababli. Yana qanday savollarimiz bor? Savol-javoblarga o'tsak, bunga mavzuga doir. Yoki bo'lmasa, shu o'tilgan mavzular bo'yicha qanday tushunmagan savollaringiz bor bersangiz bo'ladi. Sababi bugungi amaliy mashg'ulotimiz oxirgi darsimiz. Bugungi oxirgi darsimiz savol-javoblar bilan darsimizni yakunlasak bo'ladi. Bemalol shu o'tilgan mavzular bo'yicha tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bersangiz bo'ladi. Bunda savol bor. Savollar bormi? O'tilgan mavzular bo'yicha barchasi tushunarli, barchasi tushunarli. Mayli, xo'p. Birgalikda mana shu mavzular bo'yicha bitta esga tushiramiz. Biz qanday mavzularni o'tib o'tilgan mavzularda o'qigan darslarda